Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, men qarindishimdan Nabija Allah. Bugungi programmamizda mushu bizning mushu Sharq Turkistonning davlat bayrog'imiz ay yulduzli ko'k bayrog'imizningki qanday shaklda bu qitim qanday o'lchamlik yasalib chiqish to'g'risida qarindoshlarimizga bir bu to'g'riliq so'zlab bermoqchi. Chunki bu ish vazifani biz topshirib olgandan keyin qarindoshlarimiz bilan birlikda buni qanday shaklda zavodda qanday o'lchamda ishlab chiqaramiz, ishlab chiqarib bostirib taqitimiz. Bu to'g'riliq nurg'un planlar bilan nurg'un qadamlarni yaxshi ilish uchun izlangan bo'ldik o'zimizga loyiq shaklda. Allohga ming shukrlar bo'lsin. İnşallah kanalımızın her bir anla şu aldığım qitimli programımızda ko'rgandek bayroqlarning ki bir o'lchamli shaklda mayli sirtqi qaplanishi olsun, mayli rangdagi o'lchami olsun, mayli raqda olsun, bu şekilde burunqi qaraganda biroz yaxshi shaklda qilishga tirishdik deb o'ylayman. Qolgan yana qarindoshlarimiz buni setib olgandan keyin, qo'llarga olgandan keyin uni qarta bo'ladi. Bu ölçümleştiriş nimesi kaçan kelip çıkan? Ötken yılı 2018 yılı 11. ayının 6. günü Cenve'de çoğun namayış çakırıq oldu. Bunun dünyanın her yerinden qarindoshlarimiz buna ağız qo'shib Cenve'ye yig'ilgan bo'ldik. Onun dinkin 11. ayının 8, 9, 10 nimede München'da alayda kengash chaqirilgan bo'ldi. Dünya Uyg'ur qurultayı tarafidan bununla nurg'un qarindoshlarimiz nurg'un tashkilotlar yaqin ağız qo'shib yaqindan ağız qo'shib bunga yig'ilgan bo'ldi shu so'ringa. Shu yerda Uyg'ur akademik İstanbul'daki Uyg'ur akademikimiz tashkilot tarafidan bir necha turlik masalan shu nimamizniki bayroqning o'lchami, bayroqning rangi, ana keyin davlat gerbimizniki o'lchami, andan keyin istiqlal marşimizniki ölçümü, qanday tartiblanish, birlikka kelgan qaysi qanday qilamiz degan shaklda munozara akademiklar tarafidan qilgan o'lchamini asos qilgan bo'ldik. Shu bilan birga shu vaqtida qarorda ilingan shu bayroqning ranginiki o'lchamini asos qilgan shaklda biz aniq shaklda biz u o'lcham rang ekran rang kodi bo'lganligi uchun biz raqning rang kodini tepish uchun buni shu shakldagi biz degan rangga yaqin shakldagi nimaga olib borib zavodga bir raq urg'andan keyin raqdagi chiqqan rang asosli rang ekan. Shuning uchun bu rangni tepib chiqqan bo'ldik. Inshaalloh bu qitim o'lchamlashgani shu rang kodimiz bo'ldi. Rang kodimizni keyin e'lon qilamiz inshaalloh. Bir tutash keyin bayroq bostirgan qarindoshlarimiz bir shaklda shu rang kodini asos qilsak, ishlar qarorlangandan keyin andan keyin biz Dunyo Uyg'ur qurultayı bilan hamkorlashib buni qandaq yastimiz burunqi bayroq yasatgan qarindoshlarımızın tecrübesi qandaqdi, buningda nima uchun o'lchamli chiqmaydi, buning sabab nima degan shaklda buni izlanish vazifasini biz o'zimiz ustimizga kelib andan keyin bu shaklda xizmatlarni shu yil 5-dan boshlab, 1-oydan boshlab elib borgan bo'ldik. Buningda nurg'un qarindoshlarimiz bilan bir nurg'un zavodlarni, ya'ni İstanbul'dagi nurg'un zavodlar bilan ko'rishgan bo'ldik. Türkiye'nin bayrağını örnek qilgan shaklda, boshqa davlatlarnikini asos qilgan shaklda biz bu raqt qanday shaklda qanday oldu, qanday tanlaymiz, davlatning o'lchamlik bayroq nimasi qanday bo'ladi, buning uchun buning raqt qanday bo'ladi, bu nada besib chiqariladi, buning rangi nadan bo'ladi, buni hammani izlangan bo'ldik. İzlanish jarayonida raqning necha turlik bo'lganligini bildik. Ya'ni Türkiye'nin asas qildik, chunki biz Türkiye'de besib chiqadigan yerimiz, zavodimiz shu yerda bo'lganligi uchun hamda Türkiye'ning bayrog'ining o'lchamini, sifatini asas qilgan shaklda biz buni nima qildik? Faqat bizniki Türkiye bayrog'i bilan o'xshamaydigan yerimiz faqat rangi bilan o'xshamaydi. Qolgan yeri hammasi o'xshaydi. Uning uchun biz tayyor bo'lgan shu davlatning o'lchamidan foydalanib, shuni asos qilgan shaklda biz rangnikini qanday shaklda bunda bo'ladi, raqt qanday bo'ladi buni izladik. Ölçemlik Türkiye'nin şu resmi devlet ölçümü tutulgan raqning ismi Alpasa degan raqga ismi Alpasa deb ataladi ekan. U bizning normal raq degan
o'xshaydigan, ammo eg'irligi har xil bo'ldi. Masalan, 125 grammlik deydi, 135 grammlik, 145 grammlik degan shaklda, bu gram shaklda raqning nimasi arildi ekan. Grammi eg'ir bo'lishiga qarab, raqning salobati, ya'ni tikilish nimasi, to'qilish nimasi, zich, nafis yuqori bo'lgan so'rinlarni ko'rdi ekan. 125 grammlik bu degandan biraz shalang, tutsingizdan nefizligi, keyindan toza julanib turmaydi ekanda. Şu bunun bu şekildeki farkını bilgen bulduk. Keyin reşil deb aldı ekan, golf deydi ekan, keyin saten deydi ekan. Saten deganlar biraz tüven nimediki, golf deganlar biraz tüven nimediki. Biz xuddi ma bu normalda bastırıp atkan bir 15-20 liraga besip atkan, 10 liraga besip atkan raqtlarimizniki, şu saten deydi ekan, u maxsus müştaq bayraqlarni besish usuli ikki xil bo'lgan qarindoshlar. Birisi Mavo normaldaki hazır ko'rayotganimizdek, masalan, her mahallada do'qmush-do'qmushlarda bor. Pürkügüçlük printerlik, yani pürküpçü qıt besip atgan pürkügüçlük printerlik, siyah arqılık yani, suyuqlik arqılık tanışıp durup, bu şekilde kompüterde tanışılıp buyruq qilib, pürkügüçlük. Bu pürkügüçlüknikide aciz yeri aşı ele qandaq şekildeki uzun aşı pürkügüçlük deb besidigan raqning ismi aşı golf, saten deb arildi ekan. Yani başka xil raqlar ismlari bor ekan, buni hammani tutib ololmadik. Endi normalda ko'proq ishlatayotgan raqning ismlari shu bo'lganligi uchun men buni asos qildim qarindoshlar. Uninkida shu raqni bergandan keyin shu raqni tanlab bilan buyruqni bergandan keyin bir şekilde urib chiqarib berdi ekan, ammo uning bir tarafi qaynoq, yani bir tarafı su so'rilgan şekilde besip çıkarıldı ekan. Aning yaman yeri, aziz yeri, yomg'irda qolsa, enqib ketadigan, haftada 5 kun qolsa, o'ngib ketadigan mandaq ahvol. Andan keyin raqni tutsangiz bir xil qattiq qiliq. Biz mana bu chapalning ichiga burun bir betalda batdi, bir oq dagidek bir qatirim qilib olgan nemimiz uchun. Shunda şekilde raqdek g'adib qoladigan bunday ishlar bo'ldi ekan. Şoňa bayraqda bir elastiklik yo'q. Şoňa bu narsa chiqqandan keyin bu raqda bu ilm ko'rilgan degan andan keyin hem azan chiqdi ekan, hem shekillik bo'ldi ekan. Endi biz mana bu reshil degan raqnigini asos qilgan, andan keyin bu Yevropaga bo'rtayotgan bir zavodga o'xshab, Yevropaning masalan birinchi davlatlarini ko'rdik, Norvegiya, Shvetsiya, şu Germaniya, şu Yevropadagi hamma davlatlarning bayrog'ini yasaydigan ekan. Undan keyin reshil degan raqning bir xil, uning qilin epizodi ekan. 135 gramlik, 145 gramlik deb. Biz 135 gramlik shakldagini asos qilgan bo'ldik. Biraz elastiklik bor, o'zini qo'yib beraylik. Raq ana kendin jursangiz, ana kendin uzun vaqt nimada tursmi, ishni o'ngab ketmaydigan. Balki kunlarda o'ngab ketishi mumkin, uzun tursa, chunki uni tajribani o'tkazmadik. Şoňa ötmeyen närsini munda boludy dep diýenmeýmiz. Ama zavod nusxasy degende her qanday printerlik emas. Belki zavodnyň özüniň rang boýutydygan ýeri aýrym eken. Bu raqny apyryp, rang boýutydygan zavod aýrym. Ony qurutup, uni çıkıp bolganymyz aýrym. Andan keyin bu raqny satylgan aýrym. Andan keyin tikimçiligini kılgan raq satylgan ikisi birle kılyd eken. Bu şekildeki näsler aýrym boldy eken. Onuň üçin bu rangny boýaýdygan zavod andan keyin bu şekildeki bizning algan tanlagan raqamyzni biz degan şekildeki nimaga boyap berdi ekan. Rashil degan bu raqning alayligi ikki taraf o'xshash şekilde ünüm şekilde chiqadi ekan. Ikkili tarafdan qarasangiz nima desangiz aniq şekilde bo'ladigan bu dedi ekan, ammo biz bayraqning tikishini, mana bu qirdagi tikishini ikki qat şekilde, yani ikki yo'lliq şekilde qilganda, zig'zag'ni ikki qat şekilde qilib qilgan boldik. Mavi golf degan nimada yasalgan ikki qatliq. Bir qat nepizi bo'lganligi uchun biz ikki qat şekilde qilib bakkan va o'rnak şekilde qilgan bayrog'imiz. Buni bir ulgu sifatida har biriga ko'rsatkim keldi qarindoshlar. Andan keyin men yangi bayroq Istanbulda bo'lganligi uchun men bu yerda har biriga ko'rsatmadim. Yangi bayroqda biz hamda uning o'lchimini qanday o'lchamni asos qildik desanglar 70 ta 105. Yani kengligi 70, bo'yiga, yani
egizligini 1 metr 5 santimetr qildik. Bu 70'li 105, 80'li 120 degan hammasi bu o'lchamlik Turkiyaninki şekildeki bir graf ölçümü varken buni asos qildik qarindoshlar. Chunki buni asos qilishimizdagi sabab ko'p sonliq biz yasatgan zavodimiz bu Türkiye'de bo'lganligimiz uchun ishlaydigan qarindoshlarimiz va tarqalgan yami ko'p sonliq Turkiya bo'lganligi uchun bu o'lchamni asos qildik. Bu o'lcham yani bitiklik o'lcham bo'lganligi uchun mushu o'lchamdagi hamda bu 70'li 105 ni tanlashimizga sabab namoyishga olib chiqish qulaylik, uyimizga isishga ham ko'raylik ko'mkam turdi, ham mashinaga qo'yishga aplik bo'lsin degan shaklda zavodga faqat bir nusxani tanlash imkoniyatimiz bo'lganligi uchun eng tuvan chek 3000 donni berganligimiz uchun 3000 donni digorlashib hamda uningdan jiq qilishga bo'ladi ekan, ammo biz uning jiq qilib yetib uni tarqaqlashtirolmay bir muncha iqtisod ketadi ekan hamda buning qarindoshlar mushuning sarfiyatimiz 10 necha ming dollar bilan bo'layotgan ishlar bu. Unda bo'lgandan buni texnik bir şekilde bulab ketmey qarindoshlarimiz ehtiyojdan chiqdik. Bunun besilgan, tarqilgan bayroqlarmi, tashkilotlarda turayotgan bayroqlar ait ko'p. Ama bu bayroqlar ishlanib turdi. Hammamiz bu yilni inshaalloh Alloh xolsa Cumhuriyetimizin 86-yiliga kelyapti oldimizda 11 yanvar 13 günü buni nayt yaxshi shaklda qilishimiz uchun hamda Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu bayroqlarni rangini hem süpütünü hem o'rab qachinishni birdek nayt ko'rkam shaklda xalqimizga bir-birimizga hadiya qila oladigan shaklda chet ellik do'stlarimizga, qulum qo'shnilarimizga yoki biz biray tuqqan yiroqlik tuqqanlar yo'qlab bo'lsak, boshqa bir ko'tarib bo'lganlarga shu bayroqni ko'tarib berib hadiya qilishni umumlashtirsak, bu yilni bütün dunyodagi o'zimiz turgan davlatlarga 18 davlatga taqiq olaydi ekanmiz qarindoshlar. 18 davlatda Uyg'urlar yashab o'tibdi. 18 davlatda yana undan jiq davlatda yashab o'tadi, ammo kollektiv yani teşkilat var, yani cemaat bulup şeklinde atkan devletten sani 18 iken qarindoshlar. Bu şu 18 devlette qarindoshlarimiz özara bir-birisiga hadiya süptidi, ishlatsin, boshqa hozir Sharq Turkiston davası xalqlarlashib, her parlament, her devlet organları, hükümet organları kun tartib kelyapti. Bu yerlarga biz bayrog'imizni ilib boraylik. Bayrog'imizni ilib berishimizga sabab nima? Boshqa dopimizni bersak, bir kun qo'yib qo'ydi, ammo bayroq buni xotir sifatida saqlaydi. Hamcho uni bir şekilde ulumi bir hadiya qilsin yoki bizning davlatimizniki kim ekanligimizni, davlatimizni xalqqa namoyon qiladigan bir şekilde bir naydi yaxshi ham hadiyalik ekan, ham o'zimizning mustaqilligimizni bildira oladigan, o'zimizning mustaqil bo'lish orzusini tushundira oladigan bir eng yaxshi nima ekan degan shaklda Dunyo Uyg'ur qurultiyi buni planlab bir şekilde bo'lsin. Anandaki bu yilni bütün Şarkı Türkistanlıklar hemimiz Şarkı Türkistanlık bulaylı degan şekilde bütün meyli parlament azaları olaylı, meyli bizden avaz qo'llab bergan parlament azaları olaylı, yoki bo'lmasa hükümet xodimlari olaylı buni hadiya sifatida so'qsak, nayt yaxshi bo'ladi qarindoshlar. Hem biz ikki xil narsaga yetalaymiz, hem qarshi tarafga bir hadiya sifatida narsa sovg'a qila olamiz, hamcho yana bir ma'naviyatdan bizning Sharq Turkiston xalqining mustaqil bo'lmasa bo'lmaydiganligini, mustaqil bo'lishga bizning haqqimizning borligini bildiraylik qarindoshlar. Yani ahamiyati nayt cho'nqur bo'lganligi uchun buni shaklda buni hem bizningki bayrog'imizni o'zimiz 20 yil murojaat turib bir şekilde o'lchamlashtirmabdik, bir qilib eklanmabdik. İnşallah bu daqiqa Dunyo Uyg'ur qurultiyining Uyg'ur akademiyasining buningga taklif maslahat berish bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyining buni kun tartibga kelib bizlar buning bilan hamkorlashishimizdan cho'ng bugünkidek bayrog'imizdan qilib boshqa shakldagi bir nusxasi xalqimizga sunildi qarindoshlar. Shunga buni biz bu bayrog'imizdagi zavoddan chiqib 2 kun bo'ldi. Hozir Zaytunburundagi tarix madaniyat buyumlari do'koni va ekson taomlari do'koniga ya'ni setish nuqtalari qildik. Safakoydagi Hira kitobxonasini u ya'ni setish nuqtasi qildik Safakoydagi qarindoshlarimizga. Ya'ni boshqa bo'lgidagi qarindoshlarimizga, boshqa qarindoshlarimizga havola qilyapmiz. Mayli Başak shahri olsun, mayli Selim Paşa olsun, mayli Qaysari olsun, u yerdagi qarindoshlarimiz bilan aloqalashyapmiz. Inshaalloh u yerdagi qarindoshlarimizni men qilay degan qarindoshlarimizga quliq bir shaklda molni ta'minlab berib qilyapmiz. Qolgan davlatlarga inshaalloh Allohning izni bilan necha yuzdan borayotgan qarindoshlarimiz bor. Ularga pochtadan sep beryapmiz.
Allah kalsa muşu Allah kalsa 6. ayın 15'gacha bütün dünyanın hammasiga asosliq talab qilgan ya'ni taqib bulmaz. Şuna bilan birga bu ölçemlikni mayli uyimizga olsun, mayli hadiya şekilde olsun, mayli bu yilcho oldimizdagi 5-yo'l olsun, uningdan boshqa o'rlashtirayotgan mayli o Osaka'da, Yaponiyanın Osaka'da 6. ayının 27-28-29 qarindoshlarimiz namoyish o'rlashtirib yuribdi. Mana mushunda so'rlig'icho G20da Xitoyning va cho G20 davlat boshliqlariga ham buni bildirish, ham cho Xitoyga Şiqanqır'a qarşı narazı şekilde o'tirib chiqish nayt yaxshi o'rlashtirish bo'libdi deb nima qildik, o'yladik. Alloh razı olsun sherik qarindoshlarımızdan buni tartiblagan, buni kuch chiqarayotgan barliq qarindoshlarımızdan. Shunga o'xshagan shaklda qarindoshlar, endi bayrog'imizningki bu şekilde o'lchamlashishi, bu şekilde bir buningdan yaxshi o'rab qachilash, buningdan yaxshi shaklda cho keyin buni barabara takomillashtirishga kirishimiz. Oldimizda yana bir xo'sh xabarimiz bor qarindoshlar. Davlat girbimizni nayt yaxshi bir shaklda, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultayining vasilasi bilan buningga cho bir şekilde o'rlashtirish bilan qilyapmiz. Davlat girbimizmi Alloh xolsa patmuddatda putib 50-50 cho'nliq shaklda har bir tashlatlar nimasiga asolaydigan, uylarimizga asolaydigan nafis ko'rkam mandaq bolalarımizga tushuntirib, anandagi ma'noning nima ekanligini bildiradigan hammamiz cho uyimizga, shirkatlarimizga, tijorat o'rinlarimizga, hatto o'zimizning ayrim ishxonlarga, bolalarimizning hujosiga asolaydigan shaklda cho bir devlet girbimizni aylab chiqmoqchi. Allah xolsa bu devletning bayrog'i, devletning girbi, aniken oldimizda qilgan istiqlol marshininki yana faoliyat musobaqalari bo'ladi inshaalloh. Allah nasib qilsa, shunga tirishyapmiz qarindoshlar. Buni hammani Dunyo Uyg'ur qurultayi bir qo'lliq shaklda planlab, bir qo'lliq shaklda cho buningga haydakchilik va riyosatchilik qilyapti. Demak, bu yerda boshqalar avtonomiyachi, uchi-buchi davatgan bir Dunyo Uyg'ur qurultayi Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishiga ketadigan, davlatning bayrog'ini o'lchamlashtiryapti. Davlatning girbini chiroyli laylab o'lchamlik shaklda shu 33-ga asos shaklda qilib uni qilyapti. Istiqlol marshimizni xalqimiz ishiga umumlashtirib, mukofotlikni o'tgan yili Myunxenda qilgan bo'lsa, bu yil inshaalloh Turkiyada qilishni o'ylashyapti. İnşallah mana mushu nimalar desa, shu boshqalar qaralayotgan avtonomiyachilar mustaqillikning qadamini ilib menyapti. Mustaqillikning cho bosqichlarini besib o'tyapti. Mustaqillik davosini qilib olgan, ammo bu ishlarni shu ro'yobga chiqarmayotganlar quruq shog'il bilan chekinib turadi. Shuning uchun bu yerdagi gap og'izda deb qilish emas, amaliy harakat bilan qilish kerak. Amaliy harakatda xalqqa mushu mustaqillikning nima ekanligini amaliy harakat bilan tushuntirib berish. Mana bu qilayotgan ish, qilayotgan odam Dunyo Uyg'ur qurultayi. Shuning uchun bu yerda xalqimizga bu shakldagi bir o'lchamlik bayroqni sungan va bunicho har birlariga buning bir shaklda qarindoshlarimizning dunyoning har yeridan Allah razı olsun bizni izlab manmanchi yuzni evatiyotgan deb qarindoshlarimizni aytgan shaklda bir qo'llab quvvatlayotdi. Bu ishimiz chavoq bir qo'ldan chiqmaydi qarindoshlar. Biz buningda pul setib yoki buningda bir iqtisodiy unum bilan boy bo'lib olish yoki pul tepib olishni maqsad qilmadik. Bu faqat bir muncha chiqim bilan bo'lganligi uchun ish bo'lmaganda mush chiqimning yana bu chiqimni nurg'un qarindoshlarimiz xolis shaklda her şekilde çok bunun yardım qilgan qarindoshlarimiz var. Bir destekleyen qarindoshlarimiz var. Bu sorunda ulug' Allohga rahmetimizni bildiramiz. Allah razı olsun. Bir şekilde bunun için yana qo'llab bizni biz setishib beraylik qarindoshim, biz taqishib beraylik deb biz bilan Allohga aloqa qurib manchi yuzni avatiyotgan degan yaxshi qarindoshlarimiz var. Qo'llab quvvatlayotgan qarindoshlarimiz var. Allah razı olsun deymiz. Çünkü bu ish bu shunday qo'llab quvvatlash bilan muhabbatimiz biz şekilde çoğu kolumuzu alalayımız kardeşler. Bu vatanga ikki qo'limizni yanchiqimiz silib kirgil olmaydi. Bayrog'imizni ko'tarib, lapilditib, çoğu nayt ruhliq xalqimizga ayada bayroq besib chiqib vatanimizni retlab u ishni qilib qo'yish biroz vaqt ketib qoldi. Shunga chet eldagi tayyor bayroqlarimizni ko'tarib, o'lchamli narsalarimizni cho bayroqlarimizni ekirib tikimiz u yerga. Bugun uyimizga asqan bo'lsak,
Erteki vatandagi uyimizga asımız inşallah. Bunun için hareket kılıvatımız. Bunun için hareket kılıvatımız. Kandaktır biz bir yerde yüzümüzde kichkinam hayacanlı bilenlam. Hava kılışılamaz. Biz bütün vücudumuz bilen Allah'ın izni bilen Allah kalsa bayrağımızı asımız vatanimizge, bayrağımızı vatanimizde alımız kolumuzga, vatanni un gurçemez bu takip bildiğin. Vatanni hiç kim takip etmeydi. Bu vatanni mak qinimizni tükep durup Amerika'da alımız. Vaktimiz ne? Pulumuz ne? İktisadımız ne? Şu meblağımızı sep durup vatanni alımız arkadaşlar. Vatan hiç kim takip etdiğin narsa emas. Unmay gurushga o'xshamaydi. Onun için biz vatanni bedel to'lab olamiz. Bedel to'lamay vatan kelmaydi qarindoshlar. Boshqa davlatlar askar chiqib bizga apmaydi. Biz o'zimiz olamiz qarindoshlar. Vatan bizniki. Vatanni Xitoylik depsandi qilib 70 yil bulg'at ya, mak qinimizni tükep juyib olamiz vatanni. Vatan jumay turib vatan qo'lga kelmaydi. Pak zaminni mush qinimiz bilan paklab turib olamiz. Siz vatan kelmaydi qo'limizga qarindoshlar. Onun için biz bir şekilde işlerimizni nayt retlik. Biz hazır xalqaro vaziyat nima bo'layotdi? Biz nima ish qilyapmiz? Biz nerede turyapmiz? O'tirdik biz deb adam tillayotgan, adam haqoratlayotgan ishlarga uninga diqqatingni bermanglar. U mushu Xitoyning o'zi şekilde bir o'ynayotgan o'yini. Uninga aldanmanglar. Eng narsa reallik qarindoshlar. Reallikda kim nima ish qilyapti? Xalq uchun nereden qanday harakat qilyapti va xalqni qanday yetaklayapti? Xalqni to'g'ri bir şekilde hayajon emas, quruq shuar bilan emas, amaliy harakatni yetaklab chiqish kerak. Amaliy harakatlancho vatanning o'tini evvel Sharq Turkistonning o'tini yurtimizda, qalbimizda yoshlanganda, qalbimizda mustaqil bo'la olganda, mustaqil davlatni berib ola olamiz. Bo'lmasa, qo'limizga seppasmi, biz ayada mustaqil yashay olmaymiz qarindoshlar. Shuning uchun evvel mustaqillik ideologiyasi bilan, mustaqillikning mo'yinligini tushunish bilan, amaliy harakatimiz bilan, iqtisodimiz bilan, vaqtimiz bilan vaqt kelsa, jinimiz bilan vatanni ola oladigan bo'lsak, shuni tayyor bo'lsak, Allohning izni bilan u beradi. Biz tayyor bo'lolmasak, Alloh bermaydi uni. Alloh tayyor bo'lgan, uning uchun izlangan bandalarga beradiganlar. Biz açık olan Allah'ın tilab qo'yib, o'zimizning ishni qilsak, o'zimizning ish bilan amaliyat qilamiz dunyoda. Elektrikli bo'lamiz. Nima uchun? Qarindoshlar, bayroqning maqsadi yasalish tartibi deb aytgan bo'ldik. Inshaalloh biz aslilikka alpasak degan o'lchamga rad qilayotsak, uningki chiqimi biroz jiqgan, uning ustiga uningdan oz deganda 10 ming tal digorlashmasak zavod unmaydi ekan. Onun ustiga onunki hem yana bir nokta bizning rangda şu şekilde o'lchamlik chiqishi o'xshamaydi ekan. Kapolat berolmaydi ekan. Uning uchun biz ham kapolat berolmaydigan narsaga 50-60 ming dollarni uyaga mablag' silishni muvofiq ko'rmaylik qarindoshlar. Biz mana shekildagi hozirgi Rochelle o'lchamlik shaklda chiqishga tirishgan bo'ldik. Allohning izni bilan. Andan keyin har bir shu biz o'lchamlik tanlagan rang kodimi o'xshamagan rang chiqsa o'xshamagan unum ko'rildi ekan. Shuning uchun ma'nosini tushunib olinglar. Rang kodi bir xillashsa-mu, o'xshamagan rang urib qolsak, masalan, bu yerga degandek Satan deymiz, Golf deymiz, Rochelle deymiz, Alpasa degan rangni urib qolsak, o'xshamagan unum chiqib qoldi ekan, farqli unum. Mushunga qilsak, bizning ishlatgan rangimiz Rochelle degan rangni ishlatgan bo'ldik. Bu shekilde bo'ldi. Inshaalloh keyingi nimamizda mana bu rang kodlarini bir şekilde nima qilamiz qarindoshlar. Shuning uchun bugun shu bayroqni ishlash jarayoni, bayroqni ishlashga maqsadimiz, buning tarqilishiga maqsad buni bir qarindoshlarimizga qisman bo'lsin yechib tushuntirdim deyman qarindoshlar. Gapimda agar xatolik bo'lib qolgan bo'lsa, uni xato yerlarini tashlab qo'yib, to'g'ri yo'lni qabul qilishingni bir şekilde shu vatanimizning mustaqilligi va vatanimizning jo ilish yo'lida hammamizning jo boshqalardan emas, o'zimizdan javob so'raylik. Boshqalardan nima qilding emas, boshqalardan ayb izlamay o'zimizdan izlaylik. Biz nima ish qilyapmiz? Biz nima ish qiladiq? Biz nima ish qilmoqchi? Bu şekilde ishlarda o'zimizdan chiqarib izlansak, o'zimizdan chiqarib savol qo'ysak, bundan yaxshi javob ola olamiz deb qarayman qarindoshlar. Hammangizni Janob Alloh deb so'rab, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.